2026-yilda rekord yangilandi. 5 nafar onlayn hamda offlayn o'quvchilarimiz Davlat institutiga, Kamoliddin Behzod va Tekstiliya institutlariga grant asosida o'qishga kirishdi. Tabriklasanglar bo'ladi. Bu biz uchun juda ham katta natija. Chunki bu yil dizaynerlik institutlariga kirish ballari juda ham yuqori bo'ldi. Topshirganlar bilishadi. O'quvchilarimiz onlayn hamda offlayn tayyorlanib, o'z mehnati bilan yuqori natijalarni qo'lga kiritishdi. 5 ta grant va qolgan barcha o'quvchilarimiz boshqa davlat dizaynerlik institutlariga kontrakt asosida o'qishga kirishdi. Zinnura o'quvchimiz 177.4 ball bilan, Dilshoda 179 ball bilan Kamoliddin Behzod nomidagi institutga 2 nafar o'quvchimiz grant asosida o'qishga kirdi. Dilbarxon o'quvchimiz 177 ballni to'plab Kamoliddin Behzodda o'qishlari mumkin edi, lekin o'zlariga Andijon qulay bo'lgani uchun Andijon davlat universitetini tanladilar va grant asosida o'qishga kirdilar. Oyistaxon o'quvchimiz 175 ball bilan Tekstiliya institutiga grant asosida o'qishga kirdilar. Onlayn tayyorlanib, grant asosida o'qishga kirgan o'quvchilarimni onlayn ishlarini ko'rsanglar bo'ladi. Chirchiqdagi dizaynerlik yo'nalishiga Madina o'quvchimiz qisqa vaqt ichida tayyorlanib, grant asosida o'qishga qabul qilindilar. Bundan tashqari, Samarqand, Navoiy, Andijon, Qarshi, Namangan davlat dizaynerlik institutlariga onlayn hamda offlayn o'quvchilarimiz kontrakt asosida o'qishga qabul qilindi. Eng muhimi, barcha o'quvchilarimiz birinchi yili o'zidayoq o'z kuchlari va mehnatlari bilan bu natijalarga erishdi. 5 ta grant va qolgan barcha o'quvchilarimiz talabi. Bu bizning yangi rekordimiz. Siz ham orzuyingizdagi dizaynerlik institutiga kirishni xohlaysizmi? Unda bizani kursimizga qo'shiling. Maqsadingiz sari professional tayyorgarlikka hozirdan boshlang. Sentyabr oyiga onlayn hamda offlayn guruhimiz ochilgan, lekin joylar soni chegaralangan. Zo'r bonus tayyorlaganmiz. Bu bonusni qo'lga kiritish uchun hoziroq adminga murojaat qiling. Kursga yozilish va joiza band qilish uchun mana shu raqamlarga Telegram orqali yozing, tezda javob olasiz.